Diqqat, shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonda va qonunchiligimizda 1-iyun sanasidan boshlab nimalar o'zgaradi? Buni barcha O'zbekiston fuqarolari ko'rishi shart. Kimlarga qancha pul beriladi? Qanday imtiyozlar berilmoqda? Pensiya oyliklar qanchaga oshirilmoqda? Bola pullari qanchaga o'zgardi? Barchasi ushbu videorolikda jamlangan. Assalomu alaykum. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonning qo'llari Ka'batullohning devorlarini ushlasin. Diqqat qiling, O'zbekistonda 2025-yil 1-iyundan e'tiboran qonunchilikda bir qancha o'zgarishlar amalga oshadi. Qalampiruz ushbu o'zgarishlar ro'yxatini ayrimlarini bir yerga jamladi. Birinchi, kambag'al oilalar qo'llab-quvvatlanadi. 2025-yil 1-iyundan boshlab qizil toifaga kiritilgan oilalarning a'lo baholarga o'qiydigan talaba qizlariga talabalarni rag'batlantirish jamg'armasi hisobidan bazaviy stipendiyaning 2 baravari miqdorida maxsus stipendiya beriladi. Bu haqida Prezidentning kambag'al oilalarni davlat tomonidan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi farmonida keltirib o'tilgan. Farmonga ko'ra 2025-yil 1-iyundan boshlab qonunchilik hujjatlarida ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan oilalar uchun belgilangan ijtimoiy xizmatlar, yordamlar va imtiyozlar kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan oilalarga ham tatbiq etiladi. 2026-yil 1-yanvardan boshlab esa faqatgina kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan oilalarga ko'rsatiladi. Davlat xizmatlaridan foydalanish uchun bojlar, yig'imlar va boshqa to'lovlarni to'lashda sariq toifaga kiritilgan oilalarga 50%, qizil toifaga kiritilgan oilalarga esa 75% miqdorida chegirmalar qo'llaniladi. Qizil toifaga kiritilgan oilalarga passiv daromad keltiruvchi qo'llab-quvvatlash choralari taqdim etiladi. Ikkinchi, haydovchilar uchun yengilliklar. O'zbekiston Prezidenti topshirig'i bilan haydovchilarga yengillik yaratishga qaratilgan hukumat qarori qabul qilindi. Qarorda keltirilgan ayrim o'zgarishlar 2025-yil 1-iyundan ishga tushadi. Jumladan 2025-yil 1-iyundan boshlab yo'l chiziqlarini bosgan, qoidabuzarlik sodir etish holatlarini avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish moslamalari orqali qayd etishga yo'l qo'yilmaydi. To'xtash chizig'i stop liniya bundan mustasno. Haydovchi chiziqni bosib olsa, bu qoidabuzarlik avtomatlashtirilgan yoki video kamera orqali qayd etilmaydi. Demak, avtomatik ravishda jarima ham yozilmaydi. Lekin yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan aniqlanganida qoidabuzarlik o'rnatilgan tartibda rasmiylashtiriladi. Shuningdek, 2025-yil 1-iyundan boshlab shaharlarda avtomobil yo'llarini ta'mirlash yoki yo'l chiziqlarini chizish bilan bog'liq ishlarni soat 7:00 dan 21:00 ga qadar amalga oshirishga yo'l qo'yilmaydi. Dam olish kunlari, shuningdek, kechiktirib bo'lmaydigan alohida holatlar bundan mustasno. Uchinchi, nogironligi bo'lgan shaxslarning bandligi oshadi. 2025-yil 8-may kuni Prezidentning nogironligi bo'lgan shaxslarning bandligini ta'minlash tizimini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Hujjatga ko'ra 2025-yil 1-iyundan boshlab 1 va 2 guruh nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga qabul qilgan tadbirkorlik subyektlariga 50 million so'mgacha subsidiya ajratilishi belgilandi. Bunda subsidiya usturdo tarjimon, psixolog va hamrohlik xizmatlarini tashkil qilish xarajatlarini qoplash uchun ajratiladi. Jismoniy shaxslarga hamrohlik xizmatini o'zini o'zi band qilgan shaxslar sifatida ko'rsatishga ruxsat beriladi. Bundan tashqari 2025-yil 1-iyundan boshlab yagona milliy ijtimoiy himoya axborot tizimida mehnatga layoqatli nogironligi bo'lgan shaxslarning elektron reyestri yuritiladi. Unda nogironligi bo'lgan shaxslarning ma'lumoti va mehnat faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlari shakllantiriladi.
Elektron reyestr ma'lumotlari mas'ul davlat organlarining elektron dasturi asosida real vaqt rejimida shakllantiriladi. Inson ijtimoiy xizmatlar markazlari elektron reyestriga kiritilgan shaxslarning bandlik holatini ham monitoring qiladi. 4. Endi Xitoyga vizasiz borsa bo'ladi. O'zbekiston va Xitoy o'rtasida o'zaro vizadan ozod qilish to'g'risidagi hukumatlararo bitim 2025-yil 1-iyundan e'tiboran kuchga kiradi. Bitim O'zbekiston va Xitoy fuqarolarining ikki davlat hududiga o'zaro vizasiz safarlarga doir masalalarni tartibga soladi. Bitimga muvofiq O'zbekiston va Xitoy davlatlari fuqarolari ikki davlat hududiga kirish, undan chiqish yoki tranzit qilish uchun har bir alohida bo'lish muddati 30 kundan oshmaydigan muddatda va har qanday 180 kunlik davr ichida jami 90 kundan ortiq bo'lmagan muddatda viza talablaridan ozod qilinadi. Bunda ikki davlat fuqarolari davlatlar hududiga har bir kirish va bo'lish muddati 30 kundan oshmasligi lozim. Agar fuqaro 30 kundan ortiq qolishlari kerak bo'lsa, ular kirish vizasini oldindan olishlari lozim. 5. Faol hayotga qadam dasturi joriy etiladi. Prezidentning tegishli qaroriga ko'ra 2025-yil 1-iyundan o'zgalar parvarishiga muhtoj, voyaga yetmagan shaxslarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan faol hayot qadam dasturi joriy etiladi. Dastur doirasida quyidagi 5 turdagi yangi ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish yo'lga qo'yiladi. Uy sharoitida ijtimoiy maishiy yordam ko'rsatish xizmati, uy sharoitida qarab turish xizmati, tibbiy ijtimoiy reabilitatsiya xizmati, kunduzgi qatnov asosida qarab turish xizmati, shaxsiy yordamchi xizmati. Dastur doirasidagi ijtimoiy xizmatlardan foydalanish xarajatlarining bir qismini vaucher asosida qoplab beriladi. Vaucher qiymati hukumat tomonidan belgilangan miqdorda subsidiya shaklida to'lanadi. Vaucher berish va uning qiymatini to'lash Yagona milliy ijtimoiy himoya axborot tizimidagi oila hamkori platformasi orqali amalga oshiriladi. 6. Xalqaro fan olimpiadalari g'oliblariga endi katta mukofot beriladi. 2025-yil 1-iyundan nufuzli xalqaro fan olimpiadalari g'oliblari va sovrindorlariga to'lanadigan bir martalik pul mukofotlarining amaldagi miqdori 5 barobarga oshirildi. Bu haqida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoshlar bilan ochiq muloqotda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonida belgilangan. Bugungi kunda nufuzli olimpiadada birinchi o'rinni olgan o'quvchiga BXMning 500 baravari 187,5 million. Xalqaro olimpiadada g'oliblarga BXMning 150 baravari 56 million. Mintaqaviy olimpiada g'oliblariga esa BXMning 12 baravari 4,5 million so'm miqdorida pul mukofotlari beriladi. Endilikda nufuzli olimpiadalarda masalan matematika, biologiya, kimyo, fizika, informatika fanlaridan g'olib va sovrindor bo'lganlarga o'quvchilarga quyidagi mukofot pullari beriladi. Birinchi o'ringa 937 million 500 ming so'm, 2500 baravar. Ikkinchi o'ringa 562 million 500 ming so'm, 1500 baravar. Uchinchi o'ringa 375 million 1000 baravar beriladi, deyiladi xabarda.